Diqqat, tezkor xabar. Braziliya prezidenti AQSh va Isroilning barcha kirdikorlarini fosh qildi. Lula da Silva ayni yonib turgan bir paytda dunyoni ogohlikka va yolg'onlarga aldanmaslikka chaqirdi. Ular Saddam Husaynni ham aybsiz aybdor qilganliklarini ochiq aytdi. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. Senlar boshqalarni yo'q qilish uchun ular haqida yolg'on to'qiysanlar. Doim bir xil programma. Lotin Amerikasi narkotik bilan, arab olami terrorizm bilan bog'lanadi. Xo'sh, bu dunyoda senlar uchun kim yaxshi o'zi? Aslida Fransiya va Britaniyaning Liviyaga aralashuvi ham bir yolg'on. Isroilning G'azodagi harakatlari asosi ham katta yolg'on edi. Endi Netanyahuning Livanga hujumlari qaysi bahona bilan, Trampning Eronga qarshi harakatlari qaysi asosga ko'ra, deya jahl bilan keskin bayonot berdi. Yana u millionlab odamlar och holatda o'tirgan bir paytda qurollarga 2,7 trillion dollar sarflanayotganini va ekologiyani asrash, sayyorani ugleroddan tozalash haqida vaj urib, har kuni bombalar tashlanib turishi qaysi mantiqqa asoslanayotgani haqida so'radi. Sabr kosalarning to'lish vaqtida turibmiz. Dunyo bu urushlardan shunchalik charchadiki, hatto barcha prezidentlar bu dahshatli qirg'inlarni zudlik bilan to'xtatish haqida bo'yin urmoqda. Bu shuni anglatadiki, qurollanish poygasi to'xtamas ekan, yer shari ulkan xavf ostida qolishi muqarrar. Sizningcha Tramp va Netanyahuni hokimiyatdan ketishi bu urushlarga chek qo'yadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.